Assalomu alaykum Fazilat opa. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Operatsiyalar qanaqa o'tdi? Yaxshi o'tdi operatsiya. Yaxshi o'tdimi? Ha, yaxshi. Operatsiyadan keyin mana 2 kun bo'libdi operatsiya bo'lganingizga. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Yaxshi. Juda yaxshi his. Bezovtaliklar yo'qmi, og'riqlar yo'qmi? Yo'q, og'riq yo'q. Taassurotlaringiz bilan ozgina bo'lishsangiz. 10 yildan beri boshim og'rirdi. Mana 2 kundan beri boshim og'rimayapti. Boshingiz og'rimayapti. Mashalloh. Yaxshiman. Xudoga shukr. Rahmat. Hammasiga rahmat. Bizani qayerda ko'rib, kim orqali keldingiz? Yoki ko'rib Instagramda kuzatib keldingizmi? Kimdir sizga tavsiya qildimi bizani? Instagramda ko'rdim. Instagramda, bizani saytlarda ko'rdim. Hammasini ko'rib keldim. Yaxshi, rahmat. Sizga ham sog'ayib keting, tuzuk bo'ling. Xo'p. Hammasini Klinikamizdagi shart-sharoitlar sizga ma'qul kelyaptimi? Bizdagi uslugalar, hamshiralarni qarashi. hammasi ma'qul keldi. Yaxshi ekan. Hammasiga rahmat. Sizni ko'nglingiz to'ldimi? Xursandmisiz? Xursandmisiz? Xursandman. Hozir sizda qanaqa kamchiliklar yo'qmi? Bizning taraflama? Yo'q, xudoga shukr yaxshi. Hammasi yaxshi. Fazilat opa, migrena bor bemorlarga qanaqa maslahat berasiz? Shuga kelishini tavsiya qilaman. Hammasiga yaxshi ekan. Birpasda og'riqdan xalos bo'lish ekan. Mana bizning hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana biz bugun 2 kun operatsiya bo'lgan bemorimiz Fazilat opadan ko'rdinglar, otziv oldik. Otzivlarni o'zingizlar eshitdinglar, guvohi bo'ldinglar. Marhamat, klinikamizga tashrif buyuringlar, dardlaringizdan xalos bo'linglar. Sizlarni kutib qolamiz.